Nozimani fohisha, ro'molini yechib tashlagan deyishgan. O'sha qiz Koreyada hijob o'rab yurarmidi? Ayt. Yo'q, hijobda yurmagan. Koreyaga kelgandan beri men hijobda ko'rmaganman. Lekin muzlom qilingan Instagramiga qaraganda bu qizga shunchaki tuhmat qilib nomni qoralash maqsad qo'ygan. Nozi Koreyada o'ynab, yerdan pul supurib topadi deb o'ylashadi-ku manada. Mana o'ynab pul topayapman. Yerdan pul supuryapman mana. Ko'rasizlarmi? Endi lak sepsam pul sochilyapti. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Koreyada pul dahshat yerda qoladi deydi-ku. Videoda ko'rdinglar. Hattoki bloger Avaz o'zini tili bilan gapirgan edi, bu qizga ehson yig'maymiz deb. Bu qiz O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun hech qanaqa ehson yig'maymiz. Ehson yig'maydigan bo'lsang, nafi keragi bor edi. Bu qizni butun dunyoga sharmanda qilib, orqasidan minglab la'natlar keltirib, oilasini butun dunyoga sharmanda qilib. Agar Alloh yo'lida qilishgan bo'lsang, bez video, bez nichvo shunchaki bu qizni murdasini O'zbekistonga jo'natib qo'yishsang bo'lardi-yu.